Menga qara bekor shu odam bilan dogovor qildingda, injiq ekan, ustalarni ham norozi qilib chiqarib yuborar ekan. Menga ishongin, biz kazo injiqlarni ko'rganmiz. Bu nima xonadonda turadigan injiqcha xolos. Eplab olamiz, pulini ham olamiz. Yur. Xo'sh, ukalar, menga qimmatbaho o'tkazdiryapsizlar. Ertadan keyin ko'chib ketmaydimmi? Aka 25 yildan beri shu sohadamiz. Hech kim norozi bo'lmagan bizga. Ko'chmaydi ham. Hop. Zotin to'g'ri. Ukalar, bu choki to'g'ri kelyaptimi, ishqilib? Aka choki mana turolmaydi mana bu yerda. Ishni bitirmasa keyin tekshirsangiz bo'lardi. Ukalar, nima bu? Nima uvol qilyapsan? Men pulimni olganman bu aboyni. Nimaga uvol aka, tualetning bo'lmagan qilib ishlatib yuborasiz. Jam. Joyini topib yopishtirib olgan, tushundingmi? Bo'pti. Mosir to'plashni tishib qo'yibdi ular. Yaxshi ham o'zini uydan chiqdi ham Mosir. Ishni qiladi hozir sasiydi bo'lsa. Kan bu sal quyuq bo'lib ketdi-yu, suyib tursa hamma joyga yetkazardi. Alicher 2 litr suv qo'shib yuborman unga. 3 litr qo'shaman, 3 litr. Bir tenga qimmat ekan ustalar. Bari 15 kunda deb 20 kunda ham bitirolmadi. Hech kopeyka ekan ustalar. Men senga nima dedim? Ko'rchimchoq ekan-ku.